Bu joylardan ikkinchi qavatdan skvoznak kvartirani topishni o'zi bir mushkul bo'lib turgan paytda siz uchun bitta topib qo'ydik. Manzil esa muhayyoda shunaqana flagminga yaqin joyda 4 qavatli g'ishtli uylarni ikkinchi qavatidan 2 xonali skvoznak kvartira. Tashqarini ham ko'rishingiz mumkin. Mashina qo'yishga ham kenggina joylari mavjud, bola o'ynashga ham joylari mavjud. Ikkinchi qavatda 2 xonali kvartira, g'ishtli kvartira. Qarang, bu birinchi xonasi. 6 metr verandali oshxona narigi tomonda, bu yeri birinchi xonaga qo'shib yuborilgan. Eng qizig'i, oyoq taglari to'liq taxta pol qilingan. Natujnoy patologiyalar qilishibdi, aboylar qilingan va bu tomonda ikkinchi xonasi ko'rishingiz mumkin. Ana shu ko'rib turgan gilam, yotoqxona mebel shkaflari qoldiriladi. O'zicha ko'p narsa ham yo'q. Uyda bu tomoni mana tashqaridan kirish qismi, koridor va bu tomonda alohida qilingan hojatxona hamda vannaxonalari joylashgan. Va ro'parada aytib o'tganimizdek oshxona qismlari. Bu yerda mana hojatxonasini ko'rishingiz mumkin. Kafellar qilingan. Bu yerda esa vanna. Uyda ariston o'rnatilgan. Skvoznak 2 xonali kvartira g'ishtli domda. Lokasiya juda ham zo'r joyda joylashgan. Narxi esa egalar tomonidan 34 ming dollarga baholanyapti. Albatta, kam bor qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib qolasizlar. Bizga obuna bo'linglar, sizlarga bundan ham zo'rlarini eshitib olmaydi.